Pahlavon Mahmud maqbarasi Xorazm vohasining eng muqaddas va tarixiy yodgorliklaridan biri bo'lib, u Xiva shahridagi Ichanqal'a majmuasida joylashgan. Mazkur maqbara Xiva me'morchiligining eng yetuk namunalaridan hisoblanadi va asrlar davomida nafaqat ziyoratgoh, balki ma'naviy markaz sifatida e'zozlanib kelinadi. Pahlavon Mahmud tarixda mashhur polvon, shoir va tasavvuf ahli sifatida tanilgan. U asl kasbi bo'yicha postundoz, teridan buyumlar tayyorlovchi usta bo'lgan. Manbalarda uning nihoyatda kuchli, halol, kamtar va xalqparvar inson bo'lgani ta'kidlanadi. Pahlavon Mahmud o'z davrida kurash musobaqalarida g'olib chiqqan, shu bilan birga chuqur falsafiy va axloqiy mazmunga ega ruboiylar yozgan. Pahlavon Mahmud ziyoratgohi ota-bobolarimizning 19-asr arxitektura va san'at madaniy merosining yodgorligi sifatida bizga qoldirilgan buyuk ne'matidir. Asli mana shu yerda u kishining o'zining qabrini o'rnida otasi bilan ikkalasi yashagan ham kichkina kulbasi va kichkina do'koni bo'lgan. Shu yerda otasi bilan ikkalasi yashagan, diniy, dunyoviy ilmlarni mukammal o'rganib, qori Qur'on maqomiga ega bo'lganlar. O'sha paytlarda bu kishining 14 yoshidan boshlab 1260-1265 yillarda butun dunyoda qancha musulmon davlatlari, xalqlari va podshohlari bu kishini tanishgan, o'zini kurashda mag'lub bo'lmaganligi sabab. Faqat yana bu kishida shunaqa xususiyat bo'lganki, bir kunda 10 so'm pul topsa, shuni 9 so'mini beva-bechoralarga, o'zini xalqiga, ya'ni kambag'al oilalarga yordam sifatida har kuni xayriya qilib yashagan. Qarangki, shunaqa 1326-yilda 79 yil umr ko'rib vafotidan keyin o'zining vasiyatiga amonan o'zining kulbasiga dafn etilgan. Siz ko'rib turgan mana shu Pahlavon Mahmud maqbarasini mustahkam ravishda pishiq go'shtdan qurdirgan. 644-yilda Xiva taxtiga o'tirgan Abulg'ozi Bahodirxon saroyda ishlaydigan yaxshi ishchi xizmatchilarga mana shu bizani hozirgi turgan shahrimizdan yer uchastkalari berib, Bashovot kanalini qazib turib, mana shu bizani Urganch shahrimizga asos solgan Abulg'ozi Bahodirxon va uning o'g'illari ana shoxonlar shu yerda dafn qilinganlar. Bu yerda umumiy jihatda 4 ta xivaxona va bitta Argo Pir bobomiz Pahlavon Mahmud otamizning qabrlari mavjud. Ha, xuddi shunday. Pahlavon Mahmud vafotidan so'ng u Xivaning chekkaroq hududida dafn etilgan. Dastlab uning qabri ustiga kichikgina sag'ana qurilgan. Vaqt o'tishi bilan Pahlavon Mahmud xalq orasida avliyo sifatida ulug'lana boshlagan va uning qabri muqaddas ziyoratgohga aylangan. Ayniqsa Xiva xollari uni Xorazmning piri va homiysi deb bilishgan. Hozirgi ko'rinishdagi maqbara asosan 18-19 asrlarda shakllangan. Ayniqsa Qo'ng'irotlar sulolasi davrida, xususan Muhammad Rahimxon I va Alloqulixon hukmronligi yillarida maqbara kengaytirilib, boy bezaklar bilan bezatilgan. Keyinchalik Xiva xollari ham shu yerga dafn etila boshlagan. Natijada maqbara nafaqat Pahlavon Mahmud qabri, balki Xiva xollari dafn etilgan dahma vazifasini ham bajargan. Maqbara me'morchiligi o'zining nafisligi va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Uning asosiy qismi gumbazli bo'lib, ichki va tashqi devorlari moviy, ko'k va yashil rangdagi sirli koshillar bilan qoplangan. Koshillarda o'simlik simon va geometrik naqshlar, shuningdek, Qur'on oyatlari va tasavvufiy mazmundagi yozuvlar bitilgan. Gumbazning ko'k rangda bo'lishi osmon va ruhiy poklik ramzi sifatida talqin qilinadi. Maqbaraning ichki qismida Pahlavon Mahmudning qabri joylashgan bo'lib, uning usti nafis bezatilgan sag'ana bilan yopilgan. Bu yerda hukm surayotgan sokinlik va muqaddas muhit ziyoratchilarga kuchli ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli maqbara asrlar davomida odamlar kelib duo qiladigan, niyat tilaydigan muqaddas maskan bo'lib kelgan. Bugungi kunda Pahlavon Mahmud maqbarasi Xivaning eng muhim tarixiy obidalardan biri sifatida davlat muhofazasiga olingan va Ichanqal'a majmuasi tarkibida UNESCOning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. U Xorazm xalqining ma'naviy merosi, milliy g'ururi va tarixiy xotirasini o'zida mujassam etgan nodir yodgorlik hisoblanadi. Pahlavon Mahmud maqbarasi O'zbekistondagi eng buyuk hashamatli binolardan birisi. 19-asrning boshida qurilgan, 1810-1825 yillar davomida. Muhammad Rahimxon I u kishini qabri anavunda
Undan keyin o'g'li Alloqulixon ichki bezak ishlarini, kashirlarni bitkazgan. U kishini qabri ana u yerda dahlizda. U tomonda. Bu tomon. Ana shu ikki kishini qilgan ishi Amir Temur davridan keyingi O'zbekistondagi eng katta qurilishlardan birisi bo'ldi va shundan keyin bunday baland hashamatli bino O'zbekiston bo'yicha qurilmadi. Nihoyat darajada chiroyli, demakki katta mablag', katta istak talab qilinadigan bino. Poldan to tepaga kashirlar bilan bezatilgan. 25 metr balandligi gumbazni. Gumbazi 2 qavat yoki 2 kat deymiz. Bir gumbaz, bu gumbazni ustida yana bir gumbaz bor. Shuning uchun ham gumbaz yaxshi saqlanib kelayotir shuncha yillar bo'ldi. Bu yerda yana ustalarning ismlari bor, ana eshikning ustida u yerda. Ana ravoq deymiz, qabr turganda, uni tepasida ham uchburchakning ustida ustalar o'z nomlarini dastxat qilib qoldirib ketganlar, kimlar tomonidan qurilgan ekanligini. Ustalar juda ko'p bo'lgan. 4 devor, 4 devorni har qaysiga bir guruh ustalar rahbarlik qilgan. Shulardan bittasi bugungi kunda bizdan Xivadan 15 kilometrcha sharqiy tomonda Kattabog' degan qishloq bor. Ana shu qishloqdagi bu yerga kelib ishlagan ustalarning shu paytdagi hozirgacha shu kashinpazlik ishini avlodlari davom qildirib kelayotirlar. Va keyingi paytda mustaqilligimizdan keyin bu kashinpazlik hunari qayta tiklandi va hozirgi kunda endi bir 20 yil, 30 yil ichida qadimgi usuldagi qanday qilib ishlangan bo'lsa, shu usulda ishlash usulini o'rgandilar va shu ranglarni chiqarish sirlarini ham o'rgandilar. Chunki sho'rolar davrida kashinpazlik ishlari yo'qolib ketdi, ustalar ham yo'qolib ketdi. Shuning bilan kashinni ishlash sirlari ham yo'qolib ketgan edi. Buni endi keyingi paytda shu paytdagi ishlagan ustalarning aytganlarini, yozib qoldirganlarini, qo'lyozmalarini topib, shu usulda eskicha qanday qilib ishlangan bo'lsa, bugungi kunda xuddi shunday qilib chiqaradigan darajaga yetishdi ustalar.